Assalomu alaykum, yangi ovqat yedim. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana hammamizga ma'lum, Qirg'iz Respublikasi Jo'g'org'i Kengashiga deputatlikka nomzodlarni agitatsiya, propaganda ishlari mana bugun oxirgi kun hisoblanadi. Biz ham baholi qudrat ularni propaganda agitatsiya ishlariga qatnashdik, eshitganimizcha eshitdik, xulosalarimizni qildik. Hozir sizlarga o'sha xulosalarimni she'riy tarzda bayon qilgan edim, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Oldindan bir uzrli gapimni aytib qo'yayin. Mabodo she'rlarimiz sal qattiq deb ayrim hamqishloqlarimizga so'zlarimiz og'ir botib bir joylarini tilib ketib, achishib, xafa bo'lib qolmasligi uchun sizlardan oldindan uzr so'raymiz. Bu yangina hozir yozilgan yangi she'r. Ozgina diqqatlaringni berib eshitib qo'ysalaring, o'ylashimizcha foydadan xoli bo'lmaydi. Deputatlar uchrashuvida juda ko'p qarsaybozliklar bo'ldi, o'shaning ta'sirida yozilgan bu she'r. Qarsakbozlarga. Qarsak chalayapsan g'aflatda qolib, shapillatib qo'ling qizargunicha, qarsakning sasidan kayfu mast bo'lib, tanang titroq bosib bo'zargunicha, hamma qarsak urar, sen o'rnak olib, kallangni ishlatmay miyangni saqla, kechagi holingda bugun ham qolib, paxtakor deb olgan nomingni oqla. Usta qimorvozday gardkam qiladi 300 ming, bu yog'i endi peshana, 300 million so'mga ega bo'ladi, omadi keladi, bunga ishonar. Qoplab chol, boplab chol, chalaver qaqshab, mana shu eng zo'r deb bilganingga chal, qulog'ingga mohir oshpazga o'xshab, qayta lag'man ilganiga chal. Gumbirlatib chalmay olsang hazilga, qarsaging nimjonroq chiqsa agarda, tanlagan panohing aytgan manzilga oti yetib o'zi qolar egarda. Yana bitta gap bor. Notiq mabodo aytgan va'dasiga vafoda tursa, sening olqishlaring bo'lsa davoday, sening qarsaklaring unutmay yursa, o'shanda men sening soyangda qolib, boshimni egaman sabru toqatga. Qarsak chaladigan paxtakor bo'lib, ishga joylashaman yangi noqatga. Xulosa o'zlaringdan. E'tiboringiz uchun katta rahmat.